Assalomu alaykum, uyg'on O'zbekiston. Yaxshimisizlar jigarlar, kichkina negativchilarga bitta eslatma. O'tirib gapirish, yozish oson, lekin yugurib gapirish qiyin. Bitta yugurib ko'ring-da jigar. Nima foyda deydigan bo'lsangiz, men sizni podishga qilaman. Xudo xolasa 4 minutda, 5 minutda ko'ryapti istoriyani. Har kuni 3 tadan video qo'yasiz, har kuni sizga istoriya qilaman. Mana sizga podishgani, sizga motivatsiya. Shu yugurib, joningiz chiqquncha yugurib gapirasiz. Kameraga qarab. O'tirib yozish oson. Akalar, bosamiz. Meni maqsadim 20 mingta bugun. Maqsadga erishishdi. Maqsadda qat'iy turishni o'rgatamiz, xudo xolasa. 20 mingta bo'lmaguncha kerak bo'lsa 10 ta 15 ta video qo'yamiz. Bosamiz 20 mingta qo'ramiz, O'zbekiston. Assalomu alaykum O'zbekiston. Yaxshi turib oldinglarmi? Xudo xolasa. Trend tashi bo'lib ketyapti. Gazini bosamiz. Bugungi bayramlar hammaga muborak bo'lsin. Qanaqa bayramligini eslash shart emas. Telegram bir narsalardan jo'natmanglar. Qilma deyaptimi? Qilmanglar kattalar. Kattalar bilgan. Qilma deyapti. Tashamanglar shunaqa narsa, keyin bilmasdan qilib, meni kechiringlar deyishni bilasizlar. Akalar, trend kuchayapti, xudo xolasa. Bitta bola o'g'rilik qildi, tushuntirib qo'ydik, tushundida ham umidamiz. O'g'rilikka qarshimiz, короче. Gazini bosamiz, butun dunyoga trend qilamiz akalar. Gazini bosamiz, butun dunyo qisqasi. Hamma bir kishi uchun, bir kishi ham uchun bosamiz. Bugun Instagram O'zbekiston olg'a trenddamiz, xudo xolasa, o'sha memlar boshlandi. Amerikaliklar bizni tilimizni o'rganib, xudo xolasa yugurishni boshlaydi. Ashungacha tinimsiz harakat qilamiz akalar. Bosamiz gazini, trendga olib chiqamiz. Butun dunyo his qilishi kerak. Iloji bo'lsa Instagram yaratgan odam telefon qilib uzr so'raydi. Akalar, O'zbekistonda podishkasiga qoyil qoldim bo'ling. Boshqa programma yarataman deb yorsa akalar. Bosamiz gazini, ertalab 20 mingta qo'ramiz. 10 mingta bo'ldi, lekin bir ikkita yaramaslar hazillashib qaytib olyapti. Bosamiz dalshi O'zbekiston. Hamma bir kishi uchun, bir kishi ham uchun bosamiz, xizmatdamiz ham. Assalomu alaykum akalar, va shi bo'lmayapti-yu jon akalar. Podeshkani yorib yuborish kerak-ku akalar. 10 mingta qachon bo'lamiz unaqada? 10 mingta bo'lamizmi 1 soat ichida? 1 soatda rek qo'ramiz, butun dunyo his qilsa akalar. 100 mingta bo'lishimiz kerak. 5 kunda akalar, jon akalar. Bosib reklamani portlatib o'ramiz akalar. Unaqasi bo'lmagan, xudo xolasa hamma reklamani mana shu obunachilarni eng aktiviga like ko'p to'plagan kommentlarni belgilab, promo efirda tasratib tarqatib qo'yamiz. Xudo xolasa aytganimdek, hamma vesi borlar yugurib, xudo xolasa sog'lom bo'lamiz. Rustam Alibarov butun dunyoning trendini o'rnatadi, xudo xolasa. Biz trendlarni qilmaymiz, trend yaratamiz. O'zbekistonga bosamiz gazini. Assalomu alaykum jigarlar, bu akamiz bir narsa deb yuboribdi. Akalar bitta podeshka qilib, mana shu yugurmaydiganlarni yugurtib yuboraylik. Sportchilarga taalluqli emas. Mana shu semirib ketgan akalarga tashlab qo'yamiz, xudo xolasa. Zo'r kontentlar qilib, butun dunyoni qo'lga olamiz, xudo xolasa. O'zbekistonga. O'zbekiston, assalomu alaykum. Jigarlar, opalar, singillar, akalar, ukalar, xudo xolasa trendga olib chiqamiz deyapmiz. Butun dunyo his qilsin, butun O'zbekiston emas, butun dunyo his qiladi. Bitta qaydagi qop-qora negir yugurganini 50 million, 60 million prosmotr qilib ko'tarib yubordik, xudo xolasa. O'zbekistonda oddiy bir sartarosh trend qiladi, xudo xolasa dunyo his qiladi. Reklama bo'yicha fikringlarni qoldiringlar, jigarlar, xudo xolasa. Nech puldan qo'yamiz birinchi reklamani. Podeshkada bo'lamiz. Har doim xizmatingizda Rustam Alibarov bo'ladi. Hammamiz birimiz akalar. Bir kishi hamma bir kishi uchun bosamiz. Assalomu alaykum jigarlar. Yaxshimisizlar? Butun O'zbekistonga katta rahmat podeshka uchun. Reklamani ertalab gaplashdim, xudo xolasa akalar. Reklamani umuman kelish olmadi, yoshi past narx aytyapti. Короче, 5 kunda 100 mingta bo'lmasa hech hamda normal reklama chiqmaydi. Reklama qiladigan ehsonga birodarlar bo'lsa, shunday reklamaga chiqinglar, normal reklama bo'ladi. Prosmotriga kelishamiz, xudo xolasa. 100 mingtaga $100, xudo xolasa. O'zimcha o'ylab turibman, yana kelishamiz, kommentariyada yozasizlar. Nech pul qilishimizni reklamani akalar. Xudo xolasa reklamani olayotgan jarayonimizni qo'yamiz. Nech pulga dogovor qilganimizni qo'yib turib, shuni hammaga tarqatib beraman. Kommentariyada faol bo'lasizlar jigarlar. Xudo xolasa bugun yomon qiynalib ketdi. Rustam Alibarov xudo aviaga kirib ketyapman. Kecha 14-yanvarda hech kim kelmadi.
Bizda 15-yanvar kuni 14-yanvarda nishonlayapti. Akalar, xullas kommentda faol bo'lasizlar. Короче, kim kommenti ko'plar qilsa, har bitta zo'r kommentlarni to'plab, reklamani pulini shunday promo efir qilib tarqatib qo'yamiz akalar. Bosamiz butun O'zbekiston. Hammamiz bittamiz akalar, bosamiz. Assalomu alaykum O'zbekiston, padeshka uchun katta rahmat. Yorvoryapsizlar. Assalomu alaykum, bor O'zbekiston butun dunyoga his qildiramiz, xudo xolasa. Ba'zi bir negativchilarga aytib qo'ymoqchiman, men bekarchi emasman, jigarlar, bekarchi emasman. Meni hunarim bor, konkret unaqa darma etmasman. Bu mashinalar hammasi sochogizgan ekan. Meni hunarim sartaroshlik. Meni hunarimni bilganlar biladi. Men 12 yildan beri bu ishni qilaman akalar, unaqa darba etmaydi. Targ'ish qilish niyatim yo'q. Hadisha qilamiz, lay bo'lsam yugurib gapirishni trendga olib chiqamiz. Reklamadan kelgan pulni o'zingizlarga tarqatib beraman. Meni hunarim bor. Men xudoga shukr qilib 200 mingga 12 yildan beri yashayotgan bo'laman akalar. Bu butkani ko'ryapsizlar, sharoit deydigan bo'lsanglar, meni bilgan biladi, xudo xolasa. Men 10 oy oldin mashinada ishlaganman. Mana sharoit. Mana mashinada ishlaganman men. Eski sartaroshxonam mana shu. 10 oy oldingi holat bu. Men bu darajaga kelguncha 12 yil mehnat qilganman, 12 yil. Oddiy 200 ming topib ishlaydiganlar bundan oshno olmaydi. Ikkita uy solganman 12 yil ichida. Mana shu butkani qildim. Akalar, padeshkada bo'lasizlar. Biz noldan chiqqanmiz, xudoga shukr qilib yashaydigan odammiz. Bosamiz, tarqatib qo'yamiz hammaga. Hammani puli o'ziga yetarli, ha? Bosib qo'yamiz, o'zingizlarning pulinglarni o'zingizlarga ehson qilib tarqatamiz. Bizning maqsadimiz yaxshilik. Hammani hunari bo'lish kerak. Har bitta erkakda 10 ta hunar bo'lish kerak biz. Bu birinchi hunarim, men 10 ta hunarim bor akalar. Bosib tarqatib qo'yamiz ham. Assalomu alaykum akalar. Butun O'zbekistonga katta rahmat. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa 1000 ta obunachi keldi ertalabgacha. 6 ta bo'ldik. Ikkita xush xabarim bor, xudo xolasa hammalarga. Kech payt bittasi reklama deb telefon qilyapti. Nech pul narx aytishni bilmayapman. Blogerlar bo'lsa, bunaqa ahvatga, bunaqa prosmotrga nech pul aytsam bo'ladi. Yana bitta fikr bor, xudo xolasa birinchi reklamani pulini shunday obunachilarga tarqatib yuboramiz. Akalar, padeshkada bo'lib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga dalillarni aytib beraman. Nima bo'lyapti? Butun O'zbekiston qo'llab turganlarga katta rahmat. Layvoz tarqatayotganlarga katta rahmat. Birgalikda ehsonlar qilib, hammamiz bittamiz. Hammamiz bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun bosamiz.